ishimga, o'qishimga oiladagilarim qo'llab-quvvatlaydi, ayniqsa otam. Otasi ham har doim aytadi, to'g'ri ishla. Ikki ming 17-yildan tosh bugunga qadar kadastr sohasida faoliyat yuritib kelyapmiz. Sohamiz juda ham yaxshi. Boshida qiyinchiliklar bo'lgan, to'g'ri. Masalan, o'zimizda izdaniyamiz bo'lmagan, xizmat mashinamiz bo'lmagan, kompyuterlarda kamchilik bor edi. O'sha tomonlama qiyinchiliklar bor edi. O'lchashlarga chiqqanda taksida, piyoda boraydik. Tug'ilib o'sgan joyim Navoiy viloyati Xatirch tumani Maydonsoy qishlog'idan. Biz o'zi institutda ham, kollejda ham Samarqandda o'qiganman. Keyin o'qish tugatgandan keyin o'sha taqdir taqozosi bilan endi yigit kishining rizqi ko'chada deydi-ku. Shu bilan shu yerga ishga kirganman. Endi masofani aytadigan bo'lsak, viloyat markaziga 300 kilometrdan ortiqroq yo'l masofasi. Shu uçquduqda rizqlari bor ekan, shu yerda ishlab yuribdi. Xudoga shukr, yaratganga shukr. Qancha meni orzu niyatlarim bor edi. Meniki Alloh taolaga shukr, niyatlarimga yetkizyapti. Shularni bolalarini ko'rdim, Xudoga shukr. 2018 shu ishga kirganimdan keyin 2018da uylanganman. Hozirda 2 nafar, 2 ta o'g'lim bor. Xudoga shukr, kattasi 6 yosh, kichkinasi 1 yosh. O'zi ayolim ham o'zi o'qituvchi, pedagog, maktabda dars beradi. Qo'llab-quvvatlayman. O'zi ishini yaxshi ko'radi juda ham. Xodimlariga ham juda mehribon. Birinchi navbatda ishonchda deb o'ylayman. Xo'jayinim o'zi ham aytadi, kech kelgan vaqtlari xodimlar aytarganda, nima yanga telefon qilib hech qachon sizga noto'g'ri fikr bildirib, buni qilmaydi, rashk qilmaydi. Qanday bir-birlaringizga ishonasizlar deb aytarkan, o'zi aytib qoladi. Yolg'on gapirma deyishlikda halim o'qtirib kelamiz. O'zi hamma narsa boshlanadi oilada halollikdan, tozalikdan. Şu kelinlarim ham Xudoga shukr, aytganimni qiladi. Nimani qilsam qiladi, toza, tabiat ish qiladi. Shunday. O'sha o'zim shu namozimni o'qib, shularni o'yijoni qilaman-da. Oilamizni halol rizq bilan boqib, ota-onamiz duosini olib, shu sohada mehnat qilyapmiz. Uçquduq tumanida 4.600.000 gektar yer, 14 mingdan ziyod obyektlarimiz mavjud. ...2022 yilda yil yakuni sarf hisoblari bilan o'sha tumanlarga faxriy yorliq berishini eshitdik. Endi ko'rsatkichimiz yaxshi ekan, bizga ham berdi, lekin o'sha sovg'ani olganimda boshqacha faxrlanib ketdim, chunki otamning ism familiyasini yozib, sizning farzandingiz Yorqulovoydan 2022 yil yakuniga yaxshi chiqib, yaxshi natijalarga erishgani uchun sizga tashakkurnoma deb bergan. Hozir shuni otam uyda to'g'ri kelib qo'ygan, kim borsa o'shani ko'rsatadi-da, faxrlanadi.